hech o'zingizni o'qitmas, umuman og'riq his qilmaydigan odam bo'lishni xohlaganmisiz? Endi tasavvur qiling. Yiqilasiz, qo'lingiz kuyadi, suyuklaringiz sinadi, lekin siz hech narsani sezmaysiz. Yo'q, bu ertak emas, bu Jo Cameronning hayoti. Keling, tushuntirib bering. Shotlandiyalik Jo Cameron butun hayot davomida og'riqni sezmagan, ammo u hech qachon o'zini g'alati deb hisoblamagan. Faqatgina boshqalar ham shunchalik tez tuzaladi deb o'ylagan xolos. Bir kuni oshxonada qo'lini plitaga bosib yuboradi, ammo ori yo'q. Hatto bir necha marta tishlarini narkozsiz olib tashlaydi. Oyog'i singanida esa bir necha kun yurishda davom etadi. Doktorlar genetik test o'tkazishadi va nihoyat sabab topiladi. Joning tanasida FAH-out deb ataluvchi gen mutatsiyasi bor ekan. Oddiy holatda FAH geni tanamizdagi tibbiy og'riqni kamaytiruvchi moddalarni parchalaydi. Ammo Joda FAH-out geni buzilgan. Shuning uchun bu moddalar tanasida to'xtovsiz to'planib boradi. Natijada og'riq signallari miya markaziga yetib bormaydi. U doimo o'z tanasida tabiiy morfin kabi moddalar bilan to'lib turadi. Na jismoniy og'riq, na xavotir, na qo'rquv hech bir unga ta'sir qilmaydi. Endilikda Jo Cameronning genlari og'riqni kamaytiruvchi yangi dorilarni ishlab chiqishda asos bo'lyapti. Balki u tufayli kelajakda biz og'riqsiz hayotga bir qadam yaqinlasharmiz. Jo og'riqsiz yashaydi, ammo bu super kuch emas. Bu fantastik film emas. Bu genetik o'zgarish. Chunki tibbiyotda haqiqat fantastikada ham ajoyib.